Aktyorga ishonyapsan. Evet. Bo'ldi, ket. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Xabaringlar bor. Mana shu video ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. O'zbekistonlik yigitga qozog'istonlik bir noma'lum shaxs tomonidan bosim qilinayotgani, pul so'ralayotgani to'g'risida ko'plab o'sha muhokamalar, tanqidiy holatlar bo'ldi. Holat yuzasidan bugun 13-may 2026-yil bu holat yuzasidan rasmiy munosabat berildi. Rasmiy munosabatda Turkiston viloyati Sariog'och tumanidagi Qaplanbek o'tkazish punktida sodir bo'lgan huquqbuzarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi deyiladi. Huquqbuzarlik sodir etganlikda gumon qilinib, Turkiston viloyatining 43 yoshli ishsiz va doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan fuqaro tezkor qidiruv tadbirlari davomida qo'lga olingan. Gumonlanuvchi Turkiston viloyati politsiya departamenti Sariog'och tuman politsiya boshqarmasining vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Hozirda kerakli tergov ishlari amalga oshirilmoqda.